Elektron sigaret chekayotgan bolalar bor ekan ichimizda. Qo'linglarni ko'taringlar desam bo'lmaydi. Hammani oldida sharmanda bo'lasiz. Qarang, ko'pchilikning oldida qilishga uyalgan narsangizni bekinib qilib yuribsiz. Bo'lmaydi, Alloh ko'rib turibdi-yu. Va u sizga zarar. Sizga zarar. Odamlarda qiziq holat bor. Men mashina minadiganlarga hayron qolaman. Gayini ko'rsa anaqani yoqib oladi, nima? Remen taqib oladi. U gayi uchun kerakmi u? Kimga kerak bu remen? O'zimizga kerak. Sigaret chekib, bekinib sigaret chekayotgan, o'zingizni o'ldiryapsiz. Oddiy sigaretning zarari yomon, 1 gram nikotin otni o'ldiradi. Ana u elektronnikida u o'pkani suvga to'ldirar ekan. O'pka raki paydo bo'ladi. Hozirdan o'zingizni o'ldirmoqchimisiz? O'zi biladi, o'zi o'sha aytayotgan odamlarimiz to'xtatinglar. To'xtatsangiz oldingi ishlaringizni hammasi savobga aylanib ketadi. Eshitganmisizlar shuni? Bir odam xatolik qilib yurgan, tavba qilib to'xtasa, o'sha xatolari savobga aylanadi. Xohlaysizmi savobga aylanishini? To'xtating.